Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Buvaydada Oqtom degan qishlog'ida tunakafon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga 04 listlarimizdan ishlatganmiz. Hozirgi bugungi sanamiz 2026-yil 10-fevral sanasida turibmiz. Bu joyimizga 04 listimizdan oq mokri tilla ranglarimizdan ishlatganmiz. Bu joyimizni hozir qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Video davomida necha kvadrat bo'lgan, necha pulga bitganini sizlarga ko'rsatib o'taman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, obzorimizni boshladik. Bu ko'rib turgan joyimiz ko'cha tomon o'stirma shapkamiz. Uzunligi 30 metr, duoldan Tarnovgacha bo'lgan joyimiz 80 sm joyimizga shunaqa fasonda, go'zal fasonda qilib berganmiz va ichkari tomonda darvozaxonamiz bor. 680 ga 320, bitta koridorimiz bor 240 ga 2 metr joyimiz va 31 metr 120 chiqqan o'stirma shapkamiz bor. Ofshi hisobda 211 kvadrat joy bo'lgan. Tunakani hisobida 211 kvadrat ketgan. Uning ichiga hamma narsasi ichida bo'ladi, hamma narsasi ketgan bo'ladi. Faqat tarnovimiz ham qo'yib berganmiz. Ofshi hisobda 60 metr tarnov qo'yib berganmiz va bitta kosmos qo'yib berganmiz. 211 kvadrat tunaka, 60 metr tarnov va bitta kosmos qo'yib berganmiz. Ofshi hisobda 34 million 100 mingga hamma yo'g'i bo'lgan. Ash aytilib o'tilgan narsalari hammasi bo'lib 34 million 100 mingga bitgan joyimiz. Bu joyimiz Qo'qonda joylashgan, Buvayda Oqtom degan qishlog'ida shu tunakafon ishimizni yakunlab berganmiz. Bu joyimiz 04 listimizda bo'lgan. Hozirgi kunda vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz va darvozaxonamizga shunaqa fasonda, go'zal fasonda chiroyli qilib berganmiz. Ko'cha tomonimizga bir-biriga moslagan holatda va ichkari tomon o'stirma shapkamiz bor. Ichkari o'stirma shapkamizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Haligi aytib o'tgan koridorim 240 ga 2 metrli joyimiz shunaqa holatda qilingan. Ko'ribda yasalib, tay tomonlari chiroyli bo'lib, go'zal holatda qilib berganmiz. Va ichkari tomonga o'tadigan bo'lsak, ichkari tomonlarimizga двойной fasonda va tarnov o'rnatilgan. Nari chekani ham hozir ko'rsatib o'taman. Hammasi bo'lib 211 kvadrat ketgan joyimiz. Shunaqa go'zal fasonda bo'lgan. Darvozaxonamizga ulanib o'tib ketgan, ko'riplari bilan birga hammasi bo'lib bo'lgan. Bu tomonlarimizga ham novoliy двойной fasonda oq mokri tilla ranglarimizdan ishlatib qilib berganmiz. Bu joyimizda bitta ikkita ichki burchak va tashqi burchagimiz ham bor bir dona. Shu chekagacha bo'lgan joyimiz 31 metr joyimiz. Bu 20 sm eniga. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. 120 mingdan 140 ming so'mgacha tunakani hisobida hamma yo'g'i ichida bo'ladi va u hamma yo'g'i ichida bo'ladi deganimda faqat kosmosimiz alohida summa bo'ladi va tarnovimiz alohida summa bo'ladi. Agarda darvozaxonamizni shu ko'rinishda hisoblasangiz, kosmosi yo'q bo'ladigan bo'lsa, masalan siz bilan 120 mingdan dogovor qilgan bo'lsak, ashi 120 mingning ichida kosmosdan tashqari shu darvozaxonani bitishi hamma yo'g'i keladi. Shu darvozaxonamiz 320 ga 680 santimetrli darvozamiz. Shu masalan 40 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 120 mingni 40 kvadratga ko'paytiramiz, shu summa bo'ladi. Kosmosimiz alohida bo'ladi. Kosmosimizni narxlari har xil. 120 dan 2 metr, 2,5 metr, 3 metrli bo'ladi. Bu avvalgi kosmosimiz bo'ladi. Bu avvalgi kosmosimiz 2 milliondan o'rnatib berganmiz. Dastavka o'rnatib berish hamma yo'g'i ichida. Shunaqa holatda. O'ylanmasdan bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.